Videolaringizda ko'z atmosferasini yaratishning so'nggi usulini ko'rsatib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa darhol saqlab oling. Har doimgidek CapCut ilovasiga kirib, Sozdать bo'limida kerakli videolarni tanlab olamiz. Ana undan keyin esa Настроить bo'limiga o'tib, yarkisni -7 ga tushiramiz. Kontrastni esa o'rtacha 10-11 ga ko'taramiz. Navbatda насыщенность 11 gacha ko'taramiz. Navbatda частота света videoni holatiga qarab 10-11 gacha ko'taramiz. Резкость 15 gacha ko'taramiz. Четкостni ham 15 gacha ko'tarib qo'yamiz. Лучший моментini 10 dan 15 gacha ko'tarib qo'yamiz. HSL ga kirib, yashilni belgilab, tonni -67 ga tushiramiz. Qolganlarini ham videoni holatiga qarab -50 dan 80 gacha tushirib qo'yamiz. Sariq rangni belgilab, tonni -63 ga tushiramiz. Qolgan ikkisini esa +30 dan 50 gacha ko'tarib qo'yamiz. Do'yib posli holatini ko'rib o'zingiz baho bering. Videoni ko'z atmosferasini yaratishga qiynalayotgan dugonalaringizga jo'natib qo'ying. Agar o'xshasa, kommentariyada o'xshadi deb yozib qo'ying. Mana shunday bepul bilimlarni olishni xohlasangiz, menga obuna bo'lib, kuzatishda davom eting. Haya, yurakchani qizartirib qo'ying, ko'nglim ko'tariladi.